Adabul Mufrad nomli kitobi. 9-bab. Gunoh bo'lmasla ota-onasiga yaxshilik qilish haqida. Abi Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga 9 ishni vasiyat qildi. Alloh taolo shirik keltirmagin. Gerçi sening badanlaring parcha-parcha qilinib, ko'ydirilsangmi va farz namozlarni qasdan tark etmagin. Kimki farz namozlarni qasdan tark etadigan, u Allohning ahdidan chiqib ketadi. Ya'ni bu degani Alloh taolo uni o'z holiga tashlab qo'ydi, qiyinchilik uchragan yordam bermaydi, ozg'an chaqda uni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Haraq ichmagin, chunki u haraq barliq yomonlikning ochqichidir. Ota-onang itoat qilgin. Agar ota-onang seni dunyoringdan chiqib ketishga buyursa, ota-onang uchun chiqqin. Ya'ni ota-onangni rozi qilish uchun, ularni xushal qilish uchun dunyoringni tark etgin mayli. Va o'zingni haq ustida deb o'ylasangmi, ish ustidagilar bilan talash tortish qilmagin. Ya'ni ularga itoat qilgin. Garchi sen halok bo'lib ketib, sening hamrohlaring jangdan qochib ketgan taqdirdami, jangdan qochmagin. Ya'ni jang maydonida shahid bo'lguncha sabit qadam turg'in. O'zingning mol dunyosidan ayoling va bolalaringga chiqim qilgin. Tayiqingni ayoling va bolalaringdan ko'tarmagin, neri qilmagin. Ya'ni ularni urib turg'in degandek ma'no chiqadi-ku, lekin bu degani nasihat qilib beqib, nasihat anglamagan vaqtida eng oxirda ancha-muncha urib qo'yishning gapi bu. Qur'ondan chiqadi. Lekin tayoq to'qmoq bilan ko'kirib ketgidek, bir yerlar sunib ketgidek urishga bo'lmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam azaldan ayollarni kichik bolalarni urmagan. Bak urg'us kep kelsa-mu misvaq chaqliq nasib bilan urib qo'yishni buyurgan. Va ularni Alloh haqida, Alloh barasida qo'rqatgan, ya'ni Allohdan qo'rqqin deb vaz nasihat qilib turgan. Mush ikki so'zning har ish kelisida ularning oldida bir xil hayvon bo'lsin. Ularning oldida beshing sangilab, gaping o'tmaydigan mundaq dadalardan, mundaq erlardan bo'lib qolmag'in demoqchi ekan. Hamda eng beshi qarsak Alloh taologa shirik keltirmagin, garchi badallaring poch-poch bo'linib ko'ydirilgan taqdirdimi debdi. Bu degani qalbi mutmain, imonga mutmain bo'lgan holatda kufr so'zini aytishga ijozat bergan. Bu Qur'ondagi bu oyatga zid kelganda ko'rindi. Lekin bu degani agar sening shu sinoqlarga kofirlar tarafidan majburlanib kufr so'zini aytishga majburlangan vaqtingda agar badallaring parcha-parcha bo'lib ko'ydirilib mushunaq ishlar bo'lsa-mu, sabr qila olsang, sabr qilishga irodang bo'lsa, sabr qilgin, bu sen uchun eng yaxshi degani. Lekin Alloh taolo bandalarga to'lim mehribon, to'lim kuyimchan, apuchan bo'lgan. Alloh taolo bardoshlik biramga havolasi qalbi mutmain, imon mutmain bo'lgan holatda kufr so'zini aytib, kofirlarning zulmidan qutulib olishga Alloh ruxsat qilgan. Alloh taolo hech kimni kuchi yetmaydigan, taqat yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Bu hadisdan olingan foydalar: badallarimiz parcha-parcha bo'lib ketgan yo ko'ydirilgan ahvol ostidami Allohga shirik keltirmasligimizning lozimligi va farz namozlarni qasdan tark etmasligimizning lozimligi va buning cho'ng gunoh ekanligi va haroqning harom ekanligi va ota-onamizga gunoh bo'lmaydigan ishlar bo'lsa ota-onamizga itoat qilishning farzligi va ish ustidagilar, mas'ullar va amirlarga bo'ysunish kerakligi, itoat qilish lozimligi va jondan qochmaslik va oilasiga, bolalariga, ayoliga pul mollardan chiqim qilib, ularga Allohni aslatib turib amr ma'ruf va nahiy munkar qilishning farzligi. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.